Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsin. Mana bu yil ham 2025-yil haj mavsumimiz boshlandi. Allohga shukr. Yurtimizdan bu yil ham 15 ming nafar yurtdoshlarimiz haj amalini bajaradilar. Hozir Madina-i Munavvaraga to'g'ridan to'g'ri uchiladi va Madinada Ravza-i Sharifda namoz o'qilib, payg'ambarimiz alayhisalom ziyorat qilib, Masjid Nabaviyda namoz o'qib, bu yerdagi ziyoratgohlar tashkil qilingan. O'sha eng muqaddas joylarga ziyoratlar bo'ladi inshaalloh. Ana bundan keyin Madinadan Makkaga qarab umra qilgani ketiladi va umrani bajarib bo'lgandan keyin to hajgacha u yerda ibodatlar tashkil qilinadi. Biz umid qilamizki, hoj dadalarimiz, hoji onalarimiz eng muqaddas joylarda yurtimiz haqqiga, yurtboshi haqqiga inshaalloh duolar qilishadi.